Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Kanalga xush kelibsizlar. E'tiboringizga havola etilayotgan mavzu bu insonni endigina boshlayotgan ichki sayohati haqida bo'lib o'tadi. Bu yerda biza tasavvuf, psixologiya va inson fitrati haqidagi haqiqatlarni hech qanday ortiqcha falsafasiz, hech qanday og'ir terminlarsiz, oddiy, aniq, albatta ishonchli manbalarga suyangan holda amaliyotga yaqin usulda yetkazishga harakat qilaman. Bu kanalni maqsadi sizga o'zingizni anglatish, ichingizdagi nurni, fitratdagi azizlik va Alloh sizga bergan ulkan imkoniyatlarni ko'rsata olish. Agar siz bu kanalni boshidan oxirigacha diqqat bilan eshitib, kuzatib borsanglar, safar oxirida bir mustahkam natijaga yetib kelasiz. Men kimman? Nega hayotimda bu muammolar bo'lyapti? Alloh men uchun nimani tayyorlab qo'ygan? Meni haqiqiy qiymatim qayerda? Shularga javobni inshaalloh aniq sezilarli darajada topib olasiz. Endilikda siz ketayotganingizdan to'xtatib qo'ygan barcha ichki to'siqlar, ya'ni qo'rquvlar va adashishlar, tushunarsiz chigalliklar sababini tushunish uchun birinchi mavzudan boshlaymiz. Xo'p, nega inson aziyat chekadi? Insonni ichida nega hayot shuncha muammolar bilan to'la? Nima uchun qalbim gohida notinch bo'ladi? Bu savollar tasodif emas, bekorga kelmaydi. Insonga ichidan chaqiriq bo'lib, o'zini anglash chaqirig'i. Inson nega muammolar qurshovida bo'ladi? Muammo bu jazolanish uchun emas. Tasavvufda aytiladiki, aql siz yashayotgan olamga qarab ishlaydi. Uni vazifasi himoya qilish, qo'rqitish, shubha solish. Shuning uchun ham aql muammoni ko'paytirib ko'rsatadi. Nafs esa sizni ichingizdagi talabgor bola deb biling. U hamma narsani hozir oson va og'riqsiz bo'lishini xohlaydi. Qalb esa sizdagi ilohiy ko'z, ammo uni ko'pchilik eshitmaydi. Shuning uchun inson o'z aslini ko'ra olmaydi. Muammolar yuzaga kelishi qalb uyg'onishi uchun signaldir. Odam muammo bilan yuzlashganda Alloh uni o'ziga chaqirayotgan bo'ladi. Endi inson dunyoga nima uchun kelgan? Dunyo jazo joyi emas. Dunyo qalb kuchayishi uchun ring maydonidir. Tasavvufda aytishadiki, insonda 3 ta asosiy vazifasi bor. Birinchisi bu Allohni tanish bo'lsa, ikkinchisi o'zini anglash, uchinchisi esa mana shu ikkisini o'rtasidagi yo'lni tozalash bo'ladi. Alloh insonni 2 holatda yaratdi. Birinchisi mukammal fitrat bilan, ya'ni unga iste'dod, talant, imkoniyat, nur, azizlikni berdi. Ikkinchisi sinov va tarbiya uchun kamolotga yetmagan holatda yubordi. Ya'ni bunda tarbiyalanishi kerak bo'lgan nafs, qo'rquv, havas, sabrsizlik va gumonlar kiradi. Shunaqa qilib insonda tug'ma nur ham bor, tug'ma sinov ham bor. Bu ikkisi birga keladi. Nega? Chunki inson
tayyor yetilgan bo'lib kelmaydi bu dunyoga. U kamolatga yetib borish uchun keladi. Alloh unga iste'dod, aql, qalb, ruh bergan. Biroq nafsni ham qo'shib bergan. Bu esa insonni martabasini ko'tarish uchun qo'yilgan past nuqta hisoblanadi. Qisqa qilib aytsak, talant Allohning inomi, nafs insonni sinovi, qalb Allohga yo'l bo'lsa, aql yo'lni ko'rish uchun vosita. Kamolatga olib boradigan vazifa bilan keladi. Insondagi nur ilohiy fitrat nazarda tutilgan. Qur'onda aytilgan-ku, Alloh insonni o'z fitratida yaratdi deb 30-oyatida. Fitrat bu Allohning inson qalbiga solib qo'ygan yaxshilikka moyillik, haqiqatni tanish qobiliyati, Allohni seva olish salohiyatidir. Inson tug'ilgandanoq adolatni yaxshi ko'radigan bo'ladi, yomonlikni yoqtirmaydigan bo'ladi, rahm qila oladigan bo'ladi, go'zallikni his qiladigan bo'ladi, haqiqatga moyil bo'ladi va u ma'nolarni ko'radigan holda bo'ladi. Bu Alloh insonga bir bergan nutqsiz nurdir. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ham har bir bola fitratda tug'iladi deganlari ham bejizmat. Fitrat bu qalbning nurli holati, gunohsiz, pok, Allohga moyil holati. Har bir insonga o'z yo'li ochilgan. Bu yo'llarning ko'pligi Alloh rahmatining kengligidandir. Insonni asl fitratidagi azizlik nimada? Bilasizlarmi? Bizda inson zotida bir ajib sir bor. Inson fitratida ilohiy nur bor, ammo uni 4 ta narsa qoplab turadi. Birinchisi qiziqishlarimizda, ikkinchisi qo'rquvlarimizda, uchinchisi esa nafsimizning istaklari, xohishlari, to'rtinchisi esa boshqalarga bo'lgan fikrlar, boshqalarning fikrlari. Ya'ni birovlarni fikri bizani qiziqtirib qoladi, bir xil u nima dedi, bu nima dedi, mana shu narsa kiradi to'rtinchisiga. O'shaning uchun inson o'zini tanimaydi. Chunki bu 4 ta qoplama fitratni yashirib qo'yadi. Yashirib qo'ygan. Tasavvufni maqsadi nima? Insonni o'z nurini ko'rishga qaytarish. Inson o'zini anglashi uchun 4 ta tizim birgalikda ishlashi kerak. Aql yo'lni ko'radi, lekin Allohga olib boradigan yo'lda aql yetarli bo'lmaydi. Qalb yo'lni his qiladi, Allohga yaqinlik qalb orqali bo'ladi. Nafs sinov manbai, uni yenggan kishi o'zini anglaydi. Ruh sizdagi ilohiy vaqtsizlik. U sizga haqiqat manzilini ko'rsatadi. Inson muammolar bilan kurashganda aslida aql, nafs va qalb o'rtasidagi urushni boshqarayotgan bo'ladi. Buning uchun nima qilish kerak? O'zini anglash uchun 3 ta qadam yetarli bo'ladi. Birinchisi kuzatish. Ya'ni kuzatish deganda inson ichki holatida doim kuzatuvga olish kerak ichki holatini. Mana shuni aytilyapti kuzatish deb. Aqlni tinchlantirish. Ya'ni kuzatganda aql tinchlanadi. Masalan, har qanaqa vaziyatlar bo'lishidan qat'iy nazar, inson o'zini kuzatib borsa, nima narsalarda reaksiya berayotganidan o'zini o'rgansa bo'ladi. Ikkinchisi niyatni tuzatish. Ya'ni qalbni uyg'otish. Bu hammaga ma'lum, niyat yaxshi bo'lsa, yo'lda ham shunga yarasha ochilib boradi. Uchinchisi nafsni tarbiya qilish. O'z yo'lini ochish bo'ladi. Mana bugungi mavzumiz shundan iborat edi. Endi bundan keyingi mavzumizda
Xudo xohlasa, nima uchun bolalar beg'ubor bo'ladi? Inson 50, 60, 70 yoshda ham bolalikka qaytishi mumkinmi mavzusida bo'lib o'tadi inshaalloh. Agar bugungi mavzuni diqqat bilan qayta eshitib, tushunishga harakat qilsanglar, keyingi mavzularda osonroq bo'ladi. Ya'ni qabul qilish, tushunishinglar. Miya yaxshi qabul qiladi. Chunki mana mavzumizda tushunarli bo'ldi deb o'ylayman va sizlar yana buni qayta eshitganinglarda inshaalloh manfaatli bo'ladi. Umid qilaman. Kanalni kuzatishda davom eting va yaqinlarga ham ulashib qo'ying. Agar mavzu sizni qiziqtirgan bo'lsa, kommentariyda o'z fikringizni yozib qoldiring. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi mavzuda ko'rishguncha sog' bo'ling, salomat bo'ling. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.